Bolani maktabga qanday tayyorlash kerak? Ba'zi tavsiyalar. Birinchidan, taxminan 5 yoshda bola nima bo'layotganini tinglashni va tushunishni bilganida tayyorgarlikni boshlang. Ikkinchidan, farzandingizni o'qish uchun qiynamang, balki qiziqishni rivojlantiring. Masalan, raqamlarni o'rganish uchun lotto o'ynang. Diqqatni rivojlantirish uchun kartalar yordamida juft top o'ynang. Agar siz birgalikda ekskursiya va ko'rgazmalarga borgan bo'lsangiz, juda yaxshi bo'lardi, lekin bu sizga ham, bolangizga ham qiziqarli bo'ladi. Masalan, siz fermaga borib, hayvonlarni ko'rishingiz yoki planetariyga borib, yulduzlarga birga qarashingiz mumkin. 3. Birga o'rganing. Misol uchun, bolangizdan do'konda oziq-ovqat mahsulotlarini sanash yoki kitobning kerakli sahifasini topish kabi oddiy vazifalarni bajarishda yordam berishini so'rang. Bolalar o'zlarini biror narsa qilayotgandek his qilishni yaxshi ko'radilar. 4. Uni oynoqi tarzda yozish va o'qishni o'rgating. Masalan, nusxa ko'chirish kitoblari yordamida. Nadejda Chukovaning ajoyib asar ham bor. Tavsiya etiladi. Ushbu treningda asosiy narsa tezlikni saqlab qolishdir. Misol uchun, har kuni kechqurun apti kitobini o'qish yoki haftada 2 marta nusxa ko'chirish kitoblarini yozish. 5. Mustaqillikni rivojlantirish. Farzandingizga o'ziga gamxo'rlik qilishni o'rgating. Unga kiyinishni, yuvinishni va o'zini tozalashni o'rgating. Unga qaror qabul qilish va o'z harakatlari uchun javobgar bo'lish imkoniyatini bering. Uning harakatlarini rag'batlantiring, garchi u biror narsani mukammal darajada bajarsa ham. 6. Maktabga ijobiy munosabatni shakllantirish. Maktab haqida qiziqarli kitoblarni o'qing, filmlarni tomosha qiling. Iloji bo'lsa, o'quv yili boshlanishidan oldin maktabga tashrif buyurib, sinflarni ko'ring va o'qituvchilar bilan uchrashing. Shuningdek, bolangizga maktab sumkasi va ish yuritish buyumlarini o'zi tanlashiga ruxsat bering. Bu kelajakdagi maktab muvaffaqiyatiga katta ilhom beradi. Maktab bu ulkan va qiziqarli dunyo. Farzandingizga birinchi qadamlarini ishonch va muvaffaqiyat bilan qo'yishiga yordam bering.